Bepushtlik nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy muammo hamdir. Aynan doktor Shahnoza Fayz klinikasidagi shifokorlar ushbu muammo bilan 16 yil davomida shug'ullanib, bemorlarga yordam berib kelmoqda. Mazkur tibbiyot muassasasi rahbariyati va xodimlarining sa'y-harakatlari tufayli qanchadan-qancha baxtli oilalarda kichkintoy va albatta sog'lom bolajonlar dunyoga kelmoqda. Endilikda mazkur klinika o'z faoliyatini yanada kengaytirish va zamonaviy asbob-uskunalar xarid qilish maqsadida Trustbank bilan hamkorlik qilmoqda. 2016-yildan boshlab bizlar Trustbankning Yakkasaroy filiali mijoz bo'ldik. 2019-yil 12-martdan boshlab O'zbekistonda yordam beruvchi reproduktiv texnologiyalar yoki eko imkoniyati paydo bo'ldi. Aynan pandemiya davrida bizning klinikamizda endi zamonaviy asbob-uskunalar sotib olish imkoniyati yaratuvchi qaror yordam berdi. 2020-yil 16-iyul davrida 47-52 sonli xizmatlar sohasini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi prezidentimiz qarori yordam berdi. Bizlar imtiyozli kreditdan foydalanib, eng zamonaviy asbob-uskunalarni sotib olish uchun imkoniyat topdik. Biz bankimizga murojaat qilib kredit so'radik. Birinchi kreditimizni shu binoni sotib olish uchun so'radik. Bir necha davr ichida uni ta'mirladik va keyingi kreditimiz so'rash davri aynan pandemiya davriga to'g'ri kelib qoldi. Bizlar imtiyozli kreditdan foydalanib, eng zamonaviy asbob-uskunalarni sotib olish uchun imkoniyat topdik. Bu borada aytib o'tishim kerakki, mana hozirgi paytda eng kuchli, qulay va to'g'ri diagnostika va operatsiyalar qilish uchun Karl Storz kompaniyasiga murojaat qilishga imkoniyat paydo bo'ldi. Xarid qilingan uskunalar yordamida yangi shifoxonada laparoskopiya bo'limini tashkil etish mumkin bo'ladi. Shu yo'l bilan bitta binoda bemor ayollarga yordam beruvchi reproduktiv texnologiyalar, ya'ni eko amaliyotlarini o'tkazish imkoniyati yaratiladi. Agar bugungi kunda klinikada 25 ta ish o'rni bo'lsa, qurilish yakunlanganidan keyin yana 70 ta yangi ish o'rnini yaratish imkoniyati paydo bo'ladi. Bank vakillarining ta'kidlashicha, moliya muassasasi mazkur klinika va boshqa tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Trustbank Yakkasaroy filiali tomonidan 2020-yil davomida mijozlarimizga jami 305 milliard so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratildi va buning natijasida 100 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Hozirgi kunda filialimiz tomonidan mijozlarimizga pandemiya sharoitida yana ham qulaylik yaratish maqsadida mobil ilova orqali onlayn mikroqarz ajratish yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu mijozlarimizni bankka kelmasdan mobil ilova orqali 10 million so'mgacha bo'lgan miqdorda 1 yil muddatga mikrokreditlar ajratish yo'lga qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, hozirgi vaqtga qadar bankning Yakkasaroy filiali tomonidan 3 milliard 552 million so'm miqdorida mikroqarzlar ajratilgan.